Qochi. Ushbu holatni siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Maktabga telefon olib kelish mumkin emasmi? Ushbu harakatlarni sodir etishga direktorning haqqi bormi? Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 139-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, maktab o'quvchilari telefon olib kelishga 100% haqli. Faqat maktab hududiga kirishda telefonlar ovozsiz rejimga qo'yilishi, dars jarayonlari boshlanganda esa telefonni o'chirib, portfel yoki sumkalariga solib qo'yishlari kerak. Zarurat tug'ilganda esa tanaffus vaqtida telefon orqali gaplashsangiz bo'ladi. Agar telefoningizni dars vaqtida olib qo'yadigan bo'lsa, uni dars tugagandan keyin albatta qaytarib berishlari kerak. Telefoningizni sindirishga yoki uni qaytarib bermaslikka o'qituvchingizning, hatto direktoringizning ham haqqi yo'q. Do'stlar, huquqlaringizni biling va uni talab qiling. Bu videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Menga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.